Endi bu kasb tanlashimdan maqsad asosan ota-onam oliy ma'lumotli, onam ham shu kasb yo'nalishida ishlashgan, iqtisod bo'yicha nima bo'lishgan. Shu kasbda ularga havas qilgan holda men shu kasbni tanlaganman. Mana 25 yil bo'ldi bu tizimga faoliyat ko'rsatib kelayotganimdan men faxrlanaman. Bu kasbda men nima deydi, jamoam bilan jamoa tanladim, tanish bilish orttirdim. O'zimni tumanda balki shu viloyat bo'yicha o'zimni mavqeyimga erishdim. Nima deydi, kasbdorlar ichida hurmat sazovor topdim. Shu nimalarimni e'tiborga olib, butun nima deydi, Farg'ona viloyatining 500 dan oshiq xodimlar ishlasa, aynan vazirimiz farmoyishlariga asosan menga esdalik sovg'alari berishdi. Men ishimdan faxrlanaman. Chunki o'z kasbimni sevganim uchun farzandlarimni ham shu kasb yo'nalishida o'qityapman hozirgi paytda. Bu kasbimdan faxrlanaman. O'z kasbini sevgan odam. Bu qaysi kasbdan bo'lishidan qat'iy nazar. Xolos doktor bo'ladimi, xolos yurist bo'ladimi, o'z kasbini sevgan, halol, pok ishlasa, nima deydi, xalq tomonidan mehrini qozonsa, o'zini nima deydi, mevasini beradi-da. Endi misol biz ham mana 23 yil, 25 yil ishlay turgan bo'lsak, bu kasbda sadoqat bilan, mehr bilan nima deydi, asosan ko'proq o'zimizni shambek shami bo'lsa, sog'inib qolaman-da işte. Uyda zerikib qolaman. Shuning uchun qachonki shambek shamini men yoqtirmayman. Ish paytimda kelib jamoa bilan o'tkazib, bizga uchun qanday sharafligini misol ishlagan odam biladi-da. Misol vohli kelib olaman, hammadan birinchi kelib olaman ishxonaga. Men kasbimni sevaman, men kasbimdan faxrlanaman.